Vallahi bıçak atsa düşer mi? Yok düşmedi bu demirden bu. Assalomu alaykum Sezar Natijno patolog obunachilari. Xudo qalasa bugungi ishimiz Beruniyaga geldik. Beruni Urganch yo'li deb aytiladi. Bugungi adresimiz shu xonadoni Natijno patolog tartish uchun geldik. Xudo qalasa ichkarida realniy ishimiz ketib turibdi. Video davomida qisqacha ishimizni, realniy ish jarayonini ko'rsatib o'tamiz. Video oxirlarida necha xonaga Natijno patolog tortganimiz, necha so'mdan ishlab berayotganimizni hammasini aytib o'tamiz. Aziz obunachilar, Natijno patologga fotoboya zakaz olamiz. Ekranda ofisni, sexni, nomerlarini qoldiramiz. Bemalol xabarlashaverasizlar, ishonchli, sifatli, kelishgan holda ishlab beramiz. Aziz obunachilar, e'lonimiz bor. Sezar Natijno patolog firmada ishlayman desangiz, aziz obunachilar, ish o'rinlari bor. Sababi Beruni, Bo'ston 4 yilda ofis sexlarimiz bo'lgandan keyin ishchi kuchi ko'proq kerak bo'ladi. Bizlara Dальний момент mobilograf kerak, keyin dizayner bolalarimiz kerak bo'ladi, keyin ustanovchik bolalarimiz kerak bo'ladi. Aziz obunachilar, xabarlashaverasizlar, ish obyomda bo'ladi. Rossiya, Qozog'istonda ishlab turgan pulimizni xudo qalasa 4 yilda Sezar firmada ishlab topishingiz mumkin. Aziz obunachilar, ma'lumot olamiz desangiz, ekranda ofisni, sexni nomerlarini qoldiramiz. Batafsil ma'lumotlarni olasizlar. Hozir videomizni boshlaymiz. Ishlayotgan ishimiz, video syomkamiz yoqsa, birdana like bosib, qo'llab-quvvatlab o'tirasizlar obunachilarimiz. Qani, ketdik, videomizni boshlaymiz. Ata mashinangizni eshik ochiq qoldi. Hop, xudo qalasa. Ey Harman. Svet o'chirdingmi, Og'abek? Aziz obunachilar, hozir realniy ishimiz ketib turibdi. Xudo qalasa Natijno uголок baygitlarni qatirib bo'ldik. Ish jarayonimiz lyustra postavkasini zetib turibmiz. Lyustra postavkasini zetib bo'lgandan keyin xudo qalasa Natijno patologlarni tartib yuboramiz. Videomizni kuzatishda davom qiling aziz obunachilar. Zakazlar bo'lsa, xabarlashsanglar, ishonchli, sifatli qilib ishlab beramiz. Aziz obunachilar, xudo qalasa mijozimizni, klientimizni ishini yorug' yuz bilan topshirdik. Hamma ishini ishlab berdik. Dogovorda novi ishlarni dogovor qilgan bo'lsak, hammasini ishlab berdik. Lyustra ustanovkalarini ishlab berdik. Aziz obunachilar, bu xonani razmerini aytib o'tadigan bo'lsak, 6 ga 4 lik era korp ishlangan. Korp ishlanganidan korpning ichi Natijno patolog tortib beramiz. 3 ga 4 lik era Natijno patolog tortib berdik. Aziz obunachilar, bugungi mijozimiz Sezar Natijno materialdan zakaz qilgan birinchi sort materiallar.
Bahasına keladigan bo'lsak, bahasi kvadrat metr 100 ming so'mdan ishlab berdik. Zakaz bo'yicha ishlab berdik. Aziz abonalar, kvadrat metr 100 ming so'm ichidan mexr shurupi, ustanovkasi, qolakkisi hammasi shu pulning ichida bo'ladi. Aziz abonalar, lishniy dogovordan tashqari pul olinmadi. Hozir mijozimizning o'z fikrlarini bilib o'tamiz. Sezar firma haqida fikrlarini. Ota, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Muborak bo'larsin, o'ng bo'larsin, remontlaringiz, to'ylaringiz, yaxshi kuningiz ko'p bo'lsin. Ota, Sezar firma haqida fikrlaringiz bo'lsa aytib o'tsangiz. Sizni firmasi bu yaxshi ekan. Zakaz berdikana, zakazni yarim kunda ishlab berdilar bir zamonda. Yaxshi, ishlari yaxshi, zo'r. Aytib o'tgan zakazingizni ishlab berdilar. Zakazni to'shni ishlab berdi yaxshi etib. Lyustrani o'zim qo'yib. Lyustralarni qo'ydi, zagonli bo'lamiz. Yoqdimi sizga, xudo xolasa? Yoqdi. Bo'ladi. Zo'r bo'ldi. Aziz obunachilar, mijozimizning o'z fikrlarini bilib o'tdik. Natijada patologa fotoboya zakaz olamiz, bemalol xabarlashaversa, ishonchli, sifatli, kelishgan holda ishlab beramiz. Aziz obunachilar, niyat qilgan obunachilarimiz bo'lsa, birdana like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Video davomida obzorni ko'rsatib beramiz, baho berasizlar. Aziz obunachilar, hammangizga rahmat, e'tibor qilib o'tirganingiz uchun, ajratgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Ota, sog' bo'lasiz. Rahmat.